Barchaga xayrli kun. Haftasiga 05 soat o'tiladigan fanlar bo'yicha yillik bahoni e-maktab tizimida qanday qo'yish kerakligi bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Ushbu fanlar yilda bir marotaba baholanadi va e-maktab tizimida yillik davra uchun baholash ko'rinishi mavjud emas. Shuning uchun tavsiya etilgan baho noto'g'ri hisoblanadi. Bunday fanlarni to'g'ri yopish uchun quyidagi bosqichlarni bajarishingiz lozim. Ushbu fan jurnalda baholash yarim yillik ekanligiga ishonch hosil qiling. Birinchi yarim yillik uchun taqvim mavzu rejangizga muvofiq BSB kiriting va o'quvchilarni BSB bo'yicha natijalarini kiriting. Ushbu fan yilda bir marotaba baholanishi sababli birinchi yarim yillik uchun OZ belgisini qo'ying. Ikkinchi yarim yillikda esa taqvim mavzu rejangizga muvofiq CSB kiriting va o'quvchilarni natijalarini kiriting. Ikkinchi yarim yillik uchun bahoni esa quyidagicha chiqarishingiz mumkin. Masalan, o'quvchining birinchi yarim yillikdagi to'plagan umumiy ballini ikkinchi yarim yillikda to'plagan umumiy balliga qo'shing. Hosil bo'lgan jami ballni esa ballni bahoga aylantirish shkalasi asosida bahoga hisoblang. O'quvchining yil davomida to'plagan balli 77 ballni tashkil qilmoqda. 77 ball baholanish shkalasi bo'yicha 4 bahoga teng bo'ladi. Barcha o'quvchilarni shu tartibda baholarni chiqarishingiz mumkin va fanni to'g'ri yopishingiz mumkin.